Assalomu alaykum. Ushbu video dars shaxs kamoloti bo'yicha trening, psixologik konsultatsiya va psixokorreksiya, psixologik trening asoslari fani uchun muhim bo'lgan mavzulardan biri tranzaksion tahlil mavzusida bugun so'z boradi. Tranzaksion tahlil o'zi qanday yondashuv va shu bilan bir qatorda uning ma'noviy jihatdan nimani anglatadi va asoschisi kim? Tranzaksion tahlil yondashuvining asoschisi Erik Byorn deyishimiz ham mumkin va aynan ikkala talaffuz ham to'g'ri hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda to'liqroq qilib aytadigan bo'lsak, Erik Bernstein. Tranzaksion tahlilni Zigmund Freydning ayrim konsepsiyalari bilan o'xshash ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu aynan qaysi g'oyalarda namoyon bo'ladi? Zigmund Freydning shaxs tuzilishida ahamiyat bersangiz, shaxsning 3 xil tuzilishi mavjud. Demak, bular id, ego, superego. Tranzaksion tahlil Erik Byornning g'oyalarida yaqin bo'lgan tushunchalar bola, katta odam va ota-ona ego holatlari. Bola, katta odam va ota-ona ego holatlarida kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Va bu 3 ta ego holatni ham o'ziga xos bo'lgan tuzilishlari mavjud. Funksional, strukturaviy tuzilishlarini kuzatamiz. Demak, aytadigan bo'lsak, bola ego holati. Bola ego holati. Bola ego holatini o'zi ikkitaga bo'linadi. Bu tabiiy bola va moslashgan bola. Moslashgan bolani biz ego holat tranzaksion tahlilda 3 ta. Bular ota-ona ego holati, katta odam ego holati va bola ego holatlari. Aynan mana shu ego holatlarini o'zi ham, masalan, ota-ona ego holati ham biz kuzatishimiz mumkin, ikkitaga bo'linadi. Bola ego holati ham ikkitaga bo'linadi. Ota-ona ego holatida bir yoki ikki ota-onaning g'amxo'rlik qiluvchi, g'azablangan yoki tanqid qiluvchi xatti-harakatlari, shuningdek ota-onadan olingan parametrlar asosida xulq namoyon bo'ladi.